Assalomu alaykum sotuvchilar. Buni yosh katalizator erib ketgan, mashinalar shu yurolmay qolgan. Pitir-pitir qilib bo'lavergan. Katalizator bosh tomoni top-toza ko'rsalarsiz. Lekin o'rtasida shu erib ketgan. Mashina zo'rg'a yurgan. Buni pramivka deb olib kelgan edi. Pramivka chiqmaydi, buni yuvishni foydasi yo'q, erib bo'lgan chunki. Yani buning uchun olib tashlaymiz deb yangi katalizator solib beriladi. Hozirda sizlarga ham shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, Olimmaster podpisatsiya qiladi. Instagramimiz Olimmaster nomlangan. Qanaqa mashina bo'lishidan qat'iy nazar katalizator to'lgan, erigan. Yuvib berish kerak bo'lsa yuvib beramiz, yo alishtirib beramiz yoki ichiga down pipe qilib yig'ib beramiz. Kuzatishda davom etinglar.